Aviabiletlar bo'yicha eng ko'p beriladigan savollardan biri, qaysi aviakompaniyadan aviabilet xarid qilsam, borish kelishga olingan aviabiletlarni qaytish sanasini bir necha bor xohlagan sanamga, xohlaganimcha tekinga o'zgartirsam bo'ladi. Hozircha bugungi ma'lumotlar bo'yicha sizga javob beradigan bo'lsak, 2026-yilni 16-aprel kundagi ma'lumotlar bo'yicha faqat va faqat yagona Asianada bunday imkoniyat bor. Bu ham siz olgan tarifdagi aviabiletga qarab qaytish sanangizda, ya'ni siz qaytmoqchi bo'layotgan sanangizda siz olgan aviabiletni tarifida joy bo'lsagina, ya'ni bir xil tarifdagi joylar bo'lsagina tekinga o'zgartirish mumkin. Bunday imkoniyat hozircha Inchon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha faqat Asianada, qolgan aviakompaniyalarda, havo yo'llari, qanot sharq sentrumlarda bunday imkoniyatlar hozircha yo'q. Shunday ekan, yo'lga otlanayotganlar albatta borish kelish kuningizni puxta rejalashtiring. Imkonsiz hollarda o'zgartirishni xohlasangiz oldinroq aloqaga chiqasiz va biz sizlarga qaysi sanaga o'zgartirsangiz arzonroq chiqishi mumkinligi haqida ma'lumotlarni berishimiz mumkin. Aviabiletlar bo'yicha eng ko'p beriladigan savollardan biri, qaysi aviakompaniyadan aviabilet xarid qilsam, borish kelishga olingan aviabiletlarni qaytish sanasini bir necha bor xohlagan sanamga, xohlaganimcha tekinga o'zgartirsam bo'ladi. Hozircha bugungi ma'lumotlar bo'yicha sizga javob beradigan bo'lsak, 2026-yilni 16-aprel kundagi ma'lumotlar bo'yicha faqat va faqat yagona Asianada bunday imkoniyat bor. Bu ham siz olgan tarifdagi aviabiletga qarab qaytish sanangizda, ya'ni siz qaytmoqchi bo'layotgan sanangizda siz olgan aviabiletni tarifida joy bo'lsagina, ya'ni bir xil tarifdagi joylar bo'lsagina tekinga o'zgartirish mumkin. Bunday imkoniyat hozircha Inchon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha faqat Asianada, qolgan aviakompaniyalarda, havo yo'llari, qanot sharq sentrumlarda bunday imkoniyatlar hozircha yo'q. Shunday ekan, yo'lga otlanayotganlar albatta borish kelish kuningizni puxta rejalashtiring. Imkonsiz hollarda o'zgartirishni xohlasangiz oldinroq aloqaga chiqasiz va biz sizlarga qaysi sanaga o'zgartirsangiz arzonroq chiqishi mumkinligi haqida ma'lumotlarni berishimiz mumkin.